Mana uy sharoitida shu Aristoni bor akalar, ko'ryapsizlar. Mana 6 yil bo'libdi, hali ochilgani yo'q. Ichki holatda ko'ryapsizlar. Oh. Mana. Ichiga sig'may ham qolgan. Mana. Imkoniyat boricha Aristo o'rnatgan bo'lsalaring, 4 yil, 5 yil bo'lgan bo'lsa yoki 2 yil bo'lgan bo'lsa ham santexnik chaqirtirib, imkoniyat boricha tozalatinglar. Yo'q bo'lsa, bu joydan suv o'tib, shu tok urish oqibatlari olib kelishi mumkin. Mana shu narsadan. O ichkarida hali juda ham ko'p. Mana Ariston tent shunab chiqqan, silkit. Mana o'rtoqlar, Ariston ichidan chiqqan narsa. Oy. Shu 4 yilda mashinchalik bo'lib ketganman. Salkam Aristonning ichi to'lib qolgan. Ko'ryapsizlar? Sopol bo'lib ketgan, sopol. Hali buni ichida yana bor. Alo. Ichki holatlari. Bu tomonda ham ko'ryapsizlar, yonida. Fokus bo'lib qolyapti. Mana shu nasos bahona. Bu filtrni ham ochdik, bu qumni ko'ryapsizlar, ichidan chiqqan qumni. Mana yangisini qo'yamiz. Bu 18 ming so'm turar ekan. Xo'p. Qarab turing. O. Mana filtrning foydasi. Xo'p, mana shuncha qum tushdi. Buning filtrini ham tozaladik. Endi hozir nasosni yurgizib beramiz.